Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Choyxona qirollari kanali. Do'stlar, sizlarga qisqacha qilib qozon kabobi qanaqa usulda tayyorlasak eng zo'ri bo'ladi, shuni ko'rsatmoqchiman. Demak, sizlarga mana osonroq bo'lish uchun kartoshkalarni ko'rib turibsizlar. Bu yerda ko'p emas, bir 600-700 gramm kartoshka. Bir donasi mana qo'lim bilan hisoblaydi. Katta kartoshka bo'lmadim. Shundoq qo'rib oldim. Endi uni har xil variantlari bor. Kimdir go'shtni ham qo'rib oladi alohida, lekin men unaqa qilmayapman. Go'sht sochni bo'lish uchun, suvlar chiqish uchun mana qo'y go'shtini ustiga taxlab chiqamiz. Taxlab chiqamizda bu qo'y go'shti. Ki e'tibor beringlar do'stlar. Kartoshka tagida turgani yaxshi. Nimaga? Sababi hamma shu go'sht suvlari kartoshkaning ichiga tushadi-da. Keyin tushgandan keyin yo'q qo'yadi. Tushgandan keyin go'shtning mazasi kartoshkaga o'tadi. Bu mana original haqiqiy qozon kabob shunaqa bo'ladi. O'zi ko'pincha shundan keyin ziravor, kek sepiladi. Lekin men shunaqa usulda qilaman. Mana ko'katlarni usulda qilaman. Bu xohlasanglar, o'zingizlar tabiiyligiga qarab ketmas tomonda. Ko'katlarni men ko'katlarni yaxshi ko'rganim uchun mazali ishni ko'kat chiqaman. Tabiiyligiga qarab. O'zingizlar xohlasanglar ko'kat qilishinglar mumkin yoki yo'q. Sizlar savollik va sepamiz keyin. Sepamiz. Va yana bir narsani aytib o'taylik, qozon kabobda eng katta siri ko'pchilik suv solib qo'yadi. Suv solmaymiz qadrdonlar. Suv solmaymizda shundayligicha yopamiz ustini. Bo'ldi mana. Mana shunday yopamiz. Mana qo'l bola o'tinga. Kimdir gazda ham qilsa bo'ladi. Hozir anaqa turib turadi. Olov hozircha sal balandroq. Keyinchalik olovi yarmini olib tashlaymiz. Past olovda kamida 2 soat turishi kerak. Do'stlar, demak hozir 2 soat kutamiz va sizlarga qanaqa chiqqanini ko'rsatamiz. Tak, hurmatli do'stlar, ovqatimiz pishdi. 2 soatdan ko'proq vaqt turdi. Tak, do'stlar, ovqatimiz pishdi deb umid qilamiz. Tak. Yaqinroq oling, yaqinroq. Ana. Bu bo'lib ketdi. Demak 2,5 soat turdi. Yaqinroq ko'rsatamiz. Endi qarang. Kartoshka tagida go'shtlarni qo'yilmagandik, shunday solgandik. Go'shtlari ham hozir ko'ramiz, yumshoq bo'lgan bo'lishi kerak. Endi kartoshkasini ko'ramiz, qarang. Mana qizartdi. Endi bir aralashtirib olamiz. Endi buni ko'pchilikda imkoniyat bo'lmasa, domda turadiganlar bor. Bular o'choqda qilishi mumkin. O'choqda deyman, gazda. Gazda qilsa, kasasi oqarmasa ham gazda qilamiz. Gazda qilsa bo'ladi. Butun soldik. Vau, Faqat oshni damlaydi-yu, o'shanaqa past, dash undan ham past bo'lishi kerak, mana. Shunaqa bo'lishi kerak mana. Ko'ryapsizlar? Shuni solamiz. Menimcha juda ham chiroyli bo'ladi. Domda ham, o'choqda ham, endi o'chog'i boshqacha gashti bor-da. O'chog'i boshqacha gashti bor. Shuni solasiz. Faqat buni eng qozon kabobi siri sabrda emas. Sabrda bo'ladi-da. Go'sht, kartoshka. Endi ziravor solsangiz bo'ladi. Men boya ozgina ko'kat soldim. Kimdir solmasa ham bo'ladi. Eng katta siri suv solmaysiz va eng past olovda pishiriladi va bundoq qilamiz. Oxirida shu turishiga
Shuna ko'katlarni solib qo'ysak, Oh, endi vau bo'ladi. Ko'rdinglar? Demak, yoqimli ishtaha do'stlar. Sizlar ham shunaqa pishirib ko'ringlar. Mana shunaqa qozon kabobni pishirib ko'ringlar. Boya aytganimdek, qozon kabobning eng katta siri sabrda. Sog' bo'linglar.